Assalomu alaykum do'stlar. Qiziqarli va g'ayrioddiy narsani 100 marta eshitgandan ko'ra, o'z ko'zingiz bilan ko'rgan afzal deb bejiz aytishmagan. Birov narsani ko'rish darrov savollarga yechim topadi, lekin hikoyalarni eshitish ko'pincha shubha uyg'otadi. Bugungi dasturimizda biz sizga nafaqat estetik zavq olish, balki dunyomiz haqida yangi narsalarni o'rganishga yordam beradigan videolarni jamladik. Video boshlanishidan oldin like tugmachasini bosib, agarda kanalimizda yangilardan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang. Qani unda boshladik. Aviatsiya maktabiga o'qishga kirmagan bo'lsa ham samolyotlarni yaxshi ko'radigan holat. Ba'zi odamlar ajoyib tomoshani shunchalik yaxshi ko'radilarki, ular hatto changdan nafas olishga tayyor. Bu yerda 3 ta klassik ofat, ya'ni olov, havo va tuproq uchrashishdi. Ammo bu yerga faqatgina 4-inchisi, ya'ni suv yetmayapti. Bunday miqyosdagi shaharda faqat hasharotlar yashashi mumkin. Menimcha bu gullar bilan shug'ullanadigan odamning uyi bo'lsa kerak. Arqonli tornado kamdan kam uchraydigan va xavfli hodisa, ammo odamlarni qiziqtirishi kuchliroq. Bu buzilgan suv quvuri suv sifati uchun salbiy reklama rolini o'ynaydi. Elektr energiyasi bilan ishlashni bilmagan odam tegmagani yaxshi. Aks holda mana nima bo'lishi mumkin. Yaxshiyamki hech kim jabrlanmagan. Ko'rib turganingizdek kunduzgi feerverklar tungidan ham ajoyibroq ko'rinishi mumkin. Shunga o'xshash ob-havoda mashina haydaganlar bormi? Reaksiyangiz qanday bo'lgan? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Hayron bo'lmang, ko'rib turganingizdek baliqlarni ham o'rgatishi mumkin. Nafaqat dengiz, balki osmon ham kayfiyatni ko'taradi. Baliq ovchiga salom berib o'tganga o'xshaydi. Ushbu uchuvchi o'zini qobiliyati bilan barchani hayratda qoldirdi. Qarangki, kundalik hayotda bunaqasi ham sodir bo'lib turar ekan. Ushbu g'ayrioddiy holatga qarang. Agar buni tasvirga olishmaganda hech kim ishonmasdi. Mana shunday joylarda sayr qilgan bo'larmidingiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Bu dehqonlarning bayramimikana? Chunki salyut bug'doy boshoqlariga o'xshaydi. Boshqa daryolar bilan solishtirganda bu joy juda farq qiladi. To'g'rimi do'stlar? Nima deb o'ylaysiz? Bu nima? Bilganlar yozib qoldirsin. Endi esa ushbu g'ayrioddiy manzaraga qarang. Bu qandaydir jonzotning yuziga o'xshaydi.
Bunday muvaffaqiyatli loyihalardan so'ng qurilish ustalari uchun savollar tug'iladi. Bu nima? Bilganlar yozib qoldirsin. 你看这个路，哎，这桥立。 Bu yerda asosiysi hamma narsani to'g'ri hisoblashdir. Bu qandaydir simulyatsiya kabi ko'rinadimi yoki biz shunchaki g'ayriyoddiy narsalarni sezmay qoldikmi? Kemani past tezlikda ushlab turgani uchun kapitanga rahmat. Qolgani dengizchilarning muammosi. Endi esa ushbu g'ayriyoddiy holatga qarang. Agarda siz o'zingizni ishingizdan charchagan deb hisoblasangiz, ushbu zavoddagi ishchilar haqida o'ylang. Yovvoyi tabiatda zararkunandalarni iste'mol qilish va o'rmonlarni tozalashdan tashqari, to'tiqushlar daraxtlarni obodlantirish uchun ham o'z hissalarini qo'shishar ekan, mana ko'rib turganingizdek. Kichkina uchirtma bilan hech kimni ajablantirib bo'lmaydi, lekin bunaqasiga aniq e'tibor berishadi. Qiziq, dunyoda yana qancha g'alati narsalar bor ekani? Bu nima? Bilganlar izohda yozib qoldirsin. Endi esa ushbu ajoyib manzaraga qarang. Uchuvchilar dvigatellarning mustahkamligini tekshirmagani va vulqon buluti atrofida uchib o'tgani ma'qul. Garchi bu kichik bo'ron bo'lsa ham, vaziyat tornadoning boshlanishi haqidagi vaziyatga o'xshaydi. Bunday muz qatlamlari orasida dengiz sut emizuvchilar u yoqda tursin, hatto oddiy yaxta ham suzishi mumkin. Ular tarqab ketishardi, lekin bu holatda katta baliqlar kichikroqlariga qaraganda ayyorroq va aqlliroqdir. Bu g'alati hodisa, chunki u ko'proq tog'li hududlarga xos. Like a tornado. Called a mini. I forgot the. Did you see it? Ko'rinishidan ular shunday qalin havoga yopishib qolganga o'xshaydi. Biz nafaqat olov va suvni, balki boshqalarning qanday zavqlanishini ham abadiy tomosha qilishimiz mumkin. Zamonaviy modda har yili g'alati va g'alati bo'lib bormoqda. 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、 Yoqqan bo'lsa like bosib, agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmang.